Uyingizni orqasida shunaqa manzara bo'lsa, вообще zo'rda. Mana shu betondan bu yoq zaxvat ekan. Bu yog'i 10 metr, bu yog'i 8 metr. 208 sotuv, undan tashqari yana 0,8 sotuv zaxvati bor 51500 ga. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uchi bor. Biz Bektemir tumanining Kola zavod degan joy bor. Juda ko'pchiligimiz bilamiz. O'sha yerda bitta hovlidamiz. Uy ichini ko'ramiz. Xullas, mana masjidga bemalol 3 ta mashina sig'adi. Hovlimiz yaxshi. Tak, bemalol bitta oila yashayapti. Bu mana ekinzor. 2 ta 3 ta meva beradigan daraxtlar zonalari bor. Xullas, tak, bu yerda mana kuxnya, yo'da sanuzel. Faqat xonalar son ekan, lekin qurib olishga sharoit bor. Bu yerda mana 2 ta xonasi bor. Smeshka xonasi, bu birinchi xonasi va bu ikkinchi xonasi. Tapcha mana ko'rib turganinglardek, yozda shamol aylanishi zo'r. Bu yerga mana 2 ta bemalol xona solsa bo'ladi. Xo'p, uyimizning narxi 51500, sunnatiga ozgina o'tadigan joy bor, faqat naqdga sotiladi. Bizlarni kuzatinglar, sizlar bilan uchi bolalar. Hammaga rahmat.